Manaman degan blogerlar ham bunaqa kontent joylamagan bo'lsa kerak. To'g'risi ham de zaril keptim ularga kalla pocha tozalab yeb o'tirib tayyorini oladi, qo'yadi. Xo'jayinim juda ham inju bo'lganlari uchun menga uyda qildiradilar. Yonlarida ishchi sheriklari qo'y so'yishgan ekan, kalla pochasini bizga olib kelibdilar. Xotini solmas ekanmi desam, yo'q dedilar. Ha, ularning xotini xotin, bizni o'tinmiz de. Mayli adasi egiz kelayotgan bo'lsa-da, qo'llarimni o'ynatib shunaqa top-toza qilib kalla pochalarni ham solib berdim. Qorinni oson shilisi usuli qaynagan suvga shunday ustidan quyib yuborsanglar, teri shunaqa shilinib chiqadi. Keyin bo'lsa kalla pochalarni har doim lezvada tozalayman. Birinchi yaxshilab hamma joyini top-toza qilib olib, ikkinchi marta keyin yaxshilab chayib, yuvib tashab, yana piskada tozalab, uchinchi martasida yana chayib tashab, keyin fanar yoqib shunaqa qilaman. Xo'jayinim bitta qilich chiqib qolsa ham o'zi ham olib borib olib keladilar. Shunaqa qilib ko'rib turganingizdek, qo'yni ham shilurib o'zi ham oqartirib yordim. Hech qanaqa terini shilib olganim yo'q. Piskada shunaqa tozalaversangiz oppoqqina bo'ladi. Chakagini ham o'zingiz yordingizmi, erkaklar qilsa bo'lardi-yu degan gaplar keladi, to'g'ri. Xo'jayinim 2-3 ta kechasi kelib, buni chakagini ochkunlarigacha men shunaqa o'zim tozalab, xolodilniga joylab ham qo'yishga ulguraman. Keyin bo'lsa oyoqlarini ham shunaqa tozalab, chinnidek qilib, ularni ham 2-3 marta shunaqa yuvib piskalab olib, keyin bo'lsa hasblarini olishga zaryadga o'chib qolgan ekan. Birinchi tuz va oksizli suvga yaxshilab chayib, keyin qattiqqa evitib qo'ydim. Qaytgancha bahosini o'zingizlar berasizlar. Top-toza qilib tozalanmanmi, yo'qmi? Agar sizlarga ham foydam tegib o'rganib olgan bo'lsanglar, xursand bo'laman.